Shuni yo'qoting siz. Mana shunday o'tirishdi. Bolangiz kundan kunga yaxshi bo'ladi. Tizzasini bir-biriga yaqin kelishi ham shundan. Oyog'ini yaxshi bo'lib qolishi ham shundan. Tushundingizmi? Chunki to'g'on ketib qolyapti. Quvvatsizda bolangiz oyog'ini qarangmi? Tushundingizmi? O'shaning uchun mana shunday o'tirsalar mana. Oyoqlarni tizzalari bunday qilib bir-biridan tizza qochadi. Mana paylar bo'shaydi. Mana oyoqni ichkariga qiladigan. Oyoqda suvot paydo bo'ladi. Chuqurcha o'rtada paydo bo'ladi. Tushundingizmi? Nechiga kirdingiz? 4 yosh topdilar. Ana, poyabzal kiyish kerak bu endi. Ha, o'sha massajlar tugatib degan. Poyabzal kiyish kerak. Mana qovurg'alarimiz ko'tarilyapti mana. Massaj oldi-ku, lekin o'sha massaj. Bu qaytmaydi. Buni faqat gimnastikalar bilan qaytarasiz. Oyoqlarni ko'tarib, brushni pressni yaxshilab, tushundingizmi? Bunday qorinmachaka yotib, yozlarda issiq kunlarga bunday ko'kragini berib, ashulada keyin sekin yo'qoladi bu narsa. Birdaniga yo'qolmaydi. Tushunarliga turing podshoh.